Tavba qanaqa bo'ladi? Tavba gunohdan bir yo'li ajrab chiqishni azmi qaror bilan niyat qiladi. Avval qilgan tavbalariga sidq dildan nadomat qiladi va ikkinchi o'sha tavbaga qaytmaydi. Ana shu tavbaning qabul bo'lishidan umidvorlik bor. Endi o'sha tavbaning ichida gunoh sodir etayotganda bandani haqqiga xiyonat qilgan bo'lsa, mana u 3 narsani qilish bilan birga o'sha xiyonat qilgan narsasini qaytarib beradi. Egasidan uzr so'raydi, olib borib beradi. Alhamdulillah, hozir mana shunaqa ish qilayotgan odamlar bor. Mana o'zimga qanchalari keldi, hovlisini, mashinasini sotib, falonsini haqqini yeganman deb olib, u odamni esidan chiqib qolgan, o'zi bilmaydi. Yo'q, sizni esingizdan chiqib qolibdi, meni hatto kechiring, mana shu sizning haqqingiz, men falon kuni o'g'irlab ketuvdim deyishyapti. Ana tavbaning haqiqisi insonni shunaqa go'zal holga keltiradi. Bu narsalar demak jamiyatni yaxshiligi uchun, xayri barakasi uchun xizmat qiladigan narsalardir. Alloh taolo o'zini diniga katta bir bobni bekordan bekorga kirgizmaydi. Buyuk hikmat insoniyatga, jamiyatga, xalqqa, hammaga foyda beradigan narsalar. Mana tavbaning haqiqati hamma yerda kerak bizga. Gunohni his qilish, o'zini noto'g'ri ish qilib qo'yganini tushunib yetib, shunga nadomat chekish, afsuslanish, ikkinchi marta buni qilmaslikka Allohning oldida qasam ichib, so'z berish bu ulug' narsa. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi tushunib o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.